Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan YouTube darslari ikkinchi mavzumizni boshlaymiz. Va bugungi mavzumiz ko'proq o'zimning shaxsiy brend kanalim bo'lgan Kulgus haqida gaplashamiz va bu kanalim bugungi kunda 15.170 ta obunachiga ega bo'lgan kanal hisoblanadi. Va bu kanalni yuritayotganimga 1 yil bo'ldi. Ya'ni 2025-yil oktyabr oyidan boshlab bu kanalni yuritib boshladim. Aslida o'zim 4 yildan beri YouTube'da faoliyat yuritaman. Bu kanalim avval o'yin kanalim bo'lgan. Ya'ni turli o'yinlarda o'ynab montaj qilib joylab borganman va bor yo'g'i 1000 ta obunachi yiqqanman. Va 3 yil umrim behuda ketdi. Sababi 3 yil davomida vaqtimni shu o'yinga sarflashning oqibatida demak obunachini ham kam yig'dim. Ko'rilishlar ham juda zo'r bo'lmagan. Shundan so'ng 2025-yilda bu kanalni to'xtatdimda o'yinlarni barchasini udalit qilgan holatda yangi Kulgus kanal deb nomlab mana 1 yildan beri shu kanalni yuritib kelaman. Bu ko'rib turgan natijalaring, ya'ni obunachi 1 yillik natijalarim, mehnatim. Xo'sh, men bu kanalni shu darajaga olib chiqishimga nimalar sabab bo'ldi? YouTube'dagi qaysi sirlarni topdim men? Birinchi mavzumizda gaplashib o'tganimizdek, YouTube'da sehrli sandiq mavjud emas. Ya'ni men nima qildim? Dastlab videolarni, hazil videolarni qo'yib bordim. Birinchi qo'ygan paytimda deyarli prosmotr olmadi. 100 ta, 200 ta, 300 ta prosmotr oldi. Men shunda ham to'xtamadim va videoni qo'yib bordim. Bir kunda 3 mahaldan video joylab bordim. Ertalab, obedda hamda kechga. Ya'ni 10 ta, 15 ta video joylaganimdan keyin asta-sekinlik bilan prosmotrlar ham ko'payib bordi. Va kutilmaganda bitta videoyim 100 mingdan ortiq ko'rildi. Bu nimani hisobiga? Bu muntazamiylik hisobiga. Ya'ni video qilib joylayotgan paytingizda dastlabki videolaringizda 5 ta 10 ta videongizda deyarli hech kim ko'rmasligi mumkin. 0 bo'lib turishi ham mumkin. Yoki 50 ta 30 ta bilan to'xtab qolishi mumkin. Ya'ni juda ko'pchilik blogerlar shundan keyin faoliyatini to'xtatib qo'yadi. Demak, meni qo'limdan kelmas ekan. Hech kim prosmotr ko'rmayapti, hech kim ko'rmayapti men videolarimni, bo'ldi, to'xtataman, to'xtatib qo'yadi. Yo, bu noto'g'ri qaror. Ya'ni YouTube shunday algoritmki, siz kanal ochganingizdan so'ng sizning mavzungiz nimada ekanligini, ya'ni qaysi yo'nalishda ekanligini tushunib olish uchun YouTube'ga vaqt kerak. Shuning uchun demak 1 oy qiynalarsiz, boringani 2 oy qiynalarsiz. Balki 1 hafta qiynalarsiz. Lekin mana shu 0 prosmotr davrida ham to'xtatmaslik kerak video joylashni. Ya'ni YouTube'da eng tez ko'tarish usuli 3 mahal video qo'yish. Bu nima uchun kerak? Sababi YouTube sizning kanalingizda, yangi kanalingizda qaysi yo'nalishda kimlarga uzatish kerak ekanligini tushunib olish kerak. Demak, 3 tadan video qo'yyapsizmi? Muntazam har kuni 3 tadan video qo'ying. 10 tadan 15 tadan video qo'yish kerak emas, YouTube'ni chalg'itib. Chunki siz 10 ta 15 ta video qo'ysangiz, soni ko'payishi mumkin, sifat pasayib ketadi. Ham o'zingiz ham charchaysiz. Yoki bitta video qo'yib, oradan 2 kun o'tkazib yana bitta video qo'yadigan bo'lsangiz ham, demak, vaqtingiz bekor ketaveradi. Shuning uchun muntazam 3 mahaldan video qo'yib borsangiz, o'sha 10 kun, 15 kun ichida yoki bir 15 ta, 20 ta video qo'yganingizdan keyin asta-sekinlik bilan YouTube sizni o'zi trendga olib chiqishni boshlaydi. Natijada siz mana shunaqa natijalarga erishishni boshlaysiz. Mana men boshida qo'yganimda 1 oycha qiynaldim. 1 oy deganda ham endi 1 oyga bormagan bo'lsa-da, lekin o'sha 20 ta mavzu qo'yganimdan keyin, ya'ni video qo'yib bo'lganimdan keyin YouTube asta-sekinlik bilan meni prosmotrga olib chiqa boshladi. Natijada 21-videomni qo'ygan paytimda demak prosmotr keskin ko'tarilib ketdi. Va o'shandan keyin demak videolarim
100 ming, 200 ming va hattoki qarang, ko'rib turibsiz, oddiy bir videoyim 1 milliondan ortiq ko'rildi. Bu yerda men hech qanaqa gapirmayman va hazil gap yozib qo'yish orqali video qilaman. Odamlarga demak qiziq bo'lganligi uchun o'zlarini shu maktab davrlarini eslashadi. Balki o'qituvchilar ham ko'rib, albatta o'zlarining vaziyatini mana shu hazllarim orqali ko'rib borishadi. Bu natija demak qiyinchilik bilan bo'lsa-da men mana shu darajaga yetib keldim. Monetizatsiyaga hali berganim yo'q. Biroz vaqt kerak. Chunki hali men o'sha aytilgan soatni yig'madim. Lekin men bu bilan to'xtab qolganim yo'q. Chunki bitta YouTube monetizatsiyasiga qarab qoladigan bo'lsangiz, demak hech narsaga erisha olmaysiz, o'tiraverasiz. Demak men asta-sekinlik bilan kichik tadbirkorlar, ya'ni mahalliy tadbirkorlar bilan hamkorlik qilishni yo'lga qo'ydim. Ya'ni ularning mahsulotlarini o'zimning kanalimda reklama qilaman. Reklama ham qanday? Demak, o'sha o'zimning hazillarim bilan reklamalarni birlashtirgan holatda qo'yib bordim va bu odamlarda katta qiziqish uyg'otdi. Mana yaqindan boshlab shu narsani yo'lga qo'ydim. Demak, odamlar meni videomni ko'rayotgan paytda, demak, bu videoning ichida reklama borligini sezishsa-da, lekin zerikib qolishmaydi. Chunki men ochiq-oydin bir mahsulotni sotib oling deb reklama qilmaganman. Shu hazilimni ichiga qo'shib biriktirib ketganman. Demak, sizlarga ham maslahatim, shu yangi kanal ochganingizdan keyin albatta birinchi o'rinda muntazam video qo'yishni o'rganing. Ikkinchisi, video qo'yayotgan paytda chiroyli joylar, chiroyli manzaralar bo'lishi shart emas. Bu ko'plab blogerlar gapirayotgan gapi chiroyli joy bo'lsa odamlar ko'radi. Bitta narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Ming chiroyli joy bo'lsin, sizning videongiz qiziqarli bo'lmaydigan bo'lsa, odamlar kirib ko'rmaydi, tez o'tkazib yuboraveradi. Shuning uchun videoni oddiy joylarda yoki oddiy uyda olsangiz ham, demak, odamlar ko'rish uchun qiziqarli bo'lishi shart. Endi videoni montaj qilishda ko'proq CapCut platformasidan foydalanganligim uchun, demak, men shunda montaj qilaman hamda montaj qilib videolarimni joylab boraman. Demak, sizga ham tavsiyam CapCutdan foydalansangiz, unda imkoniyatlar ko'proq. Xohlasangiz bezak berishingiz mumkin. Xohlasangiz orqa fon berishingiz mumkin. Demak, CapCutda keng imkoniyatlar mavjud. Demak, sizga video olish uchun, dastavval yangi kanal boshlagan paytingizda video olish uchun iPhone telefonlar shart emas. Men shu paytgacha iPhone telefon ishlatganman. Oddiy mana shu Honor telefonim bilan video qilaman va o'sha xira olinsa, demak, uni tiniqlashtirish uchun CapCutdan foydalanaman. Demak, sizga iPhone shart emas hozir, birinchi boshlayotgan odamga. Keyinchalik kuchayib ketganingizdan keyin, trendga chiqib ketganingizdan keyin bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Lekin hozircha oddiy telefon bilan ham ish yuritishingiz mumkin. Shuning uchun ham demak, mana bu YouTube'da berilayotgan oldi qochdi gaplarga, psixologik videolarga ishonib qolmang. Meni qo'llanmamni sotib olsangiz kuchayib ketasiz degan va'dalar, bu hammasi puch va'dalar. Chunki bu blogerlarning o'zi mana shu YouTube'dan olingan tayyor qo'llanmalar sizga pulli tarzda sotmoqda. Birinchi videomda aytib o'tganimdek, bu platformada demak, qanaqa video qilish kerak, qanday yo'ldan borish kerak, hammasi YouTube'da o'zi ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni o'sha YouTube Student Help yordam markaziga kirsangiz hamma mavzular bor. Ya'ni YouTube'da qanday ish qilish kerak, nima qilmaslik kerak, qanday qilsangiz tez ko'tarilasiz, shular ko'rsatib qo'yilgan. Shuning uchun demak, YouTube'da sehrli sandiq yo'q. Bu narsalarga ishonib qolib, katta pulga qo'llanmani sotib olib, hech narsaga erishmayotganlarni ko'pini ko'rdik. Shuning uchun ham demak, siz natijaga erishmoqchimisiz? Muntazam sifatli video qo'yib boring. Ana shunda siz ko'zlangan maqsadga erishasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'lib qo'ying va videoga like bosing. Men bu videomni hech qanday montajsiz qo'yaman, biroz adashishlar uchun uzr so'rayman.